Today is the first time the heads of the FBI and MI5 have shared a public platform. We're doing so to send the clearest signal we can on a massive shared challenge. China. Amerika bilan Angliyaning istixborot organlari birlikda bayonot e'lon qilib, Xitoyni eng chong tahdid deb ogohlantirgan. BBC'ning xabar qilishicha, Amerika Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Christopher Wray bilan Angliya harbiy istixborot 5-chi boshqarmasining boshlig'i Ken McCallum birlikda bayonot berib, Xitoy paydo qilayotgan tahdid haqida qattiq ogohlantirish bergan. Amerika bilan Angliya istixborot organlarining Xitoy tahdidi haqida birlikda bergan bu ogohlantirishi ilgari ko'rilib boqmagan bo'lib, tunji qitimliq qattiq tondagi birlashma ogohlantirish ekan. Bu yig'inda Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Christopher Wray mundaq degan: Xitoy bizning iqtisodiy va davlat xavfsizligimiz uchun uzun muddatli tahdid. U yana Xitoyning Amerikaning yaqinqi saylamlarga va bir qism siyosatlarga aralashganligini bildirgan. We consistently see that it's the Chinese government that poses the biggest long-term threat to our economic and national security. And by our, I mean both of our nations along with our allies in Europe and elsewhere. And I want to be clear that it's the Chinese government and the Chinese Communist Party that pose the threat we're focused on. Angliya harbiy istixboroti 5-chi boshqarmasining mas'uli Ken McCallum Angliyaning yaqinqi 3 yilda Xitoyning josuslik harakatlariga qarshi turish ishini bir hassa oshirganligi, 2018 yildan buyon Xitoyga munosabatli tekshirish xizmatlarining 7 hassa ko'payganligini aytgan. The widespread Western assumption that growing prosperity within China and increasing connectivity with the West would automatically lead to greater political freedom has, I'm afraid, been shown to be plain wrong. But the Chinese Communist Party is interested in our democratic, media and legal systems, not to emulate them, sadly, but to use them for its gain. BBC'ning aytishicha, bu ikki davlat istixborot boshliqlarining tunji qitim Londonda bir arg'a kelishi bo'lib hisoblandi ekan. Siyosiy, ma'rif va savdo sohasining arboblari qatnashgan bu yig'inda Angliya harbiy istixboroti 5-chi boshqarmasining boshlig'i McCallum Xitoy Kompartiyasi paydo qilayotgan raqobatni davr bilish raqobat deb tasvirlagan. Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Christopher Wray Xitoy paydo qilayotgan tahdidlarni g'oyat zo'r va kishini cho'chitadi deb aytgan. Mazkur yig'inda Christopher Wray savdo sohasini ogohlantirib, Xitoy hukumatining barliq savdo maxfiyatliklarini, yangi texnik maxfiyatliklarini o'g'irlashni kuchaytirayotganligini va buning uchun barliq vositalarni ishga solayotganligini bildirgan. O sözüdə bunun g'arib korxonalarga keltirayotgan tahdidi hatto nurg'un taraqqiy qilgan ilg'or tijoratchilarmi o'ylab yetilmagudek darajada og'ir deb ta'kidlagan. U yana Xitoyning xakerlik hujumlari ko'lamining boshqa barliq davlatlarnikidan cho'ngligini bildirgan. Ikki davlat istixborot boshliqlari o'z so'zida Xitoyning navbatda Rossiyaning Ukrainaga qilgan tajovuzchilik urushidan tajriba yakunlayotganligini, buning Rossiyaga qo'yilgan har xil embargolardan qandoq saqlanishni o'z ichiga olganligini bildirgan. Ular birdak agar Xitoy Tayvanga hujum qilib qolsa, texmi zo'r iqtisodiy qalamqanchilik kelib chiqadi. G'arbning Xitoyga solgan mablag'i go'riyaga aylanib, ta'minlash zanjiri uzilib qoladi degan. Ularning erishkilisi birda Xitoy tahdidining qanchalik zo'rligini to'nib yetishning buningga qarshi unumli tadbirlarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydiganligini eskartib o'tgan. The most game-changing challenge we face comes from the Chinese Communist Party. It's covertly applying pressure across the globe. This might feel abstract, but it's real and it's pressing. We need to talk about it. We need to act. Ular Xitoyni cho'qim jamiyatning hamma qatlamida bosh nishon deb to'nigandala, ondan biz bu tahdidga qarshi tura olamiz degan. Christopher Wray yana mundaq degan: Biz uzundan buyon Xitoyni ikkinchi o'rindagi kuch deb qarab kelgan edik. Holbuki endi Xitoy bizning radarimiz ostida qilindi. The Chinese government is set on stealing your technology, whatever it is that makes your industry tick, and using it to undercut your business and dominate your market. And they're set on using every tool at their disposal to do it.